Vaksinalar tarkibida simob, rutut va alyuminiy bormi? Alyuminiy va simob hayot uchun xavflimi? Ha, ba'zi bir vaksinalar tarkibida alyuminiy va simob bor. Vaksinalarga odatda simob saqlovchi modda tiomersal qo'shiladi. Tiomersal vaksina toza, steril holatda turishi, bakteriya va zamburug'lar rivojlanib ketmasligi uchun qo'shiladi. Odatda simob konservanti ko'p dozali vaksinalarga qo'shiladi. Bitta idishda bir qancha dozadagi vaksinalar bo'lsa, bu ko'p dozali vaksina deyiladi. Tiomersal tarkibidagi simob organizm uchun zararli emas. Tiomersalning eng yomon ta'siri ukol qilingan joyda og'riq va allergik holatlarning rivojlanishidir. Barcha baliqlar tanasida simob bor. Ular tanasidagi simob vaksina tarkibidagi simobdan ko'pdir. Vaksina tarkibida alyuminiy ham bor. Alyuminiy adyuvant organizmda yaxshi immunitet hosil bo'lishi uchun kerak. 7 yoshli bola vaksina bilan birgalikda 4 milligrammgina alyuminiy qabul qilib oladi. 6 oygacha bolalar sut mahsulotlari bilan birgalikda 4 milligrammdan ko'p alyuminiy qabul qilib oladi. Ya'ni vaksina tarkibidagi alyuminiy bolalarga zararli ta'sir ko'rsatmaydi.